Assalomu alaykum hurmatli talabalar. Biznesga kirish fanidan keyingi ma'ruzamiz nomi bu biznesda raqobat muhitini tahlil qilish. Ushbu mavzuni quyidagi reja asosida olib boramiz. Birinchi rejamiz raqobat tushunchasi va ahamiyati, Porterning 5 kuchi modeli, raqobat ustunligi omillari va O'zbekistonda raqobat muhiti. Xo'p, dastlab raqobat tushunchasiga to'xtalib o'tamiz. Raqobat bu bir xil tovar yoki xizmatni taklif qilayotgan xo'jalik subyektlari, firmalar, korxonalar, tadbirkorlar o'rtasidagi bozor kurashidir. Uning maqsadi xaridorni jalb etish, ko'proq foyda olish va bozor ulushini oshirishdir. Oddiy qilib aytganda, raqobat eng yaxshi mahsulotni eng maqbul narxda taklif qilish uchun bo'ladigan iqtisodiy bellashuv hisoblanadi. Raqobatning asosiy ko'rinishlari bu birinchi bo'lib mukammal, ya'ni erkin raqobat. Bozorda ko'plab sotuvchi va xaridorlarning bo'lishligi, narxni hech kim yakka o'zi belgilay olmasligi. Ikkinchidan, monopolistik raqobat. Mahsulotlar o'xshash, lekin brend, sifat, dizayn bilan farqlanadi. Masalan, kiyim-kechak brendlari. Oligopoliya, bir nechta yirik kompaniya bozorda asosiy o'rinni egallaydi. Masalan, aviakompaniyalar. Monopoliya, yagona ishlab chiqaruvchi yoki sotuvchining mavjud bo'lishi monopoliya belgilarini bildiradi. Raqobatning ahamiyati. Raqobat bozorda yoki raqobat muhitida bo'lishning ahamiyati bu birinchi navbatda sifat va xizmatning oshishiga, korxonalar mahsulot va xizmatni yaxshilashga majbur bo'lishadi. Narxni barqarorlashtiradi. Ko'plab taklif tufayli sun'iy narx oshishi cheklanadi. Innovatsiyalarni rag'batlantiradi. Yangi texnologiyalar, yangi g'oyalar, dizaynlarning paydo bo'lishiga olib keladi. Yangi ish o'rinlari yaratiladi. Raqobatbardosh bo'lish uchun ishlab chiqarish kengayadi. Iqtisodiy o'sishni ta'minlaydi, ya'ni resurslardan samarali foydalanish kengayadi. Ushbu raqobatbardosh omillarni tahlil qilishda Porterning 5 kuchi modeli tavsiya qilinadi yoki foydalanishimiz mumkin bo'ladi. Bu Michael Porter tomonidan ishlab chiqilgan strategik tahlil usuli bo'lib, u tarmoq sanoat raqobatbardoshligini baholash va kompaniya uchun foydali strategiyalarni tanlashga yordam beradi. Model sanoatga ta'sir qiluvchi 5 ta asosiy raqobat kuchini o'rganadi. Ushbu raqobat kuchining birinchisi bu sanoatdagi mavjud raqobatchilar o'rtasidagi raqobat, ya'ni tarmoq ichidagi kompaniyalar o'rtasidagi raqobat. Ta'sir etuvchi omillar bular raqobatchilar soni, ularning bozor ulushi, mahsulotlarning o'xshashligi va xarajatlarning tuzilmasidan iborat bo'ladi. Xo'p, keyingi Porterning 5 kuchi modelining ikkinchi kuchi bu yangi raqobatchilarning xavfi, ya'ni bozorga yangi raqobatchilarning kirib kelishi va raqobatning kuchaytirish ehtimolining mavjudligi. To'siqlar kirish xarajatlari, brend sodiqligi, davlat litsenziyalari, texnologik murakkablik jarayonlarini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Misol uchun, yirik investitsiya talab qilinadigan aviatsiya sohasidagi yangi kompaniya ochishning qiyinligini misol keltirishimiz mumkin bo'ladi. Uchinchi, o'rnini bosuvchi mahsulot yoki xizmatlarning xavfi, ya'ni tovar va xizmatlar o'rnini bosuvchi mahsulot yoki xizmatlarning bozorga kirib kelish xavfi, bu mijozlar mavjud mahsulotni o'rnini bosadigan boshqa mahsulot yoki xizmatlarni tanlash imkoniyatini beradi. Demak, omillari bu narx, texnologiya, iste'molchi. Misol sifatida aytishimiz mumkin, taksi xizmatini o'rnini bosuvchi boshqa taksi xizmatlarini faoliyati bilan ko'rsatuvchi kompaniyalar, ya'ni Yandex.Go, Uber'da misol keltirishimiz mumkin bo'ladi. Ta'minotchilarning savdolashuv kuchi, ya'ni xomashyo kompaniya yoki xizmat yetkazib beruvchilarning narx va shartlarga ta'sir kuchi. Bu ta'minotchilar soni, alternativ manbalarning mavjudligi, o'zgarish xarajatlari evaziga yagona noyob xomashyo yetkazib beruvchi bo'lsa, uning kuchi yuqori bo'lishligini misol keltirishimiz mumkin bo'ladi. Xaridorlarning savdolashuv kuchi, ya'ni bu yerda xaridorlar iste'molchilarning narxni pasaytirish yoki mahsulot sifatini oshirish bo'yicha
bosimini ko'rishimiz mumkin. Xaridorlar soni, mahsulotni almashtirish osonligi. Misol uchun, katta ulgurji xaridorlar supermarketlar tarmog'ining ishlab chiqaruvchilardan pastroq narx talab qilishini misol keltirishimiz mumkin bo'ladi. Xo'p, Porterning 5 kuchi modeli kompaniyaga o'z sohasidagi raqobat muhiti va rentabellikni tushunishga, shuningdek, uzoq muddatli strategik qarorlarni oqilona qabul qilishga yordam beradi. Raqobat ustunligi omillariga to'xtalib o'tamiz. Bu korxona yoki tashkilotni raqobatchilikdan ustun qiladigan, bozordan barqaror foyda va mijoz sodiqligini ta'minlaydigan asosiy kuchlar yoki resurslar hisoblanadi. Quyida eng muhim asosiy omillarni keltirib o'tamiz. Ya'ni raqobat ustunligini omillari bu birinchi navbatda mahsulot yoki xizmatning sifati va noyobligi. Yuqori sifat, ishonchlilik va innovatsion dizayn raqobatchilarga qaraganda mijozni jalb qiladi. Masalan, Apple'ning dizayn va barqaror ekotizimini misol qilishimiz mumkin bo'ladi. Raqobat sohasida ustunlik beruvchi omillardan yana biri bu narx bo'yicha ustunlik. Xarajatni kamaytirish orqali bozorda qulay narx siyosatini taklif qilishimiz mumkin bo'ladi. Ommaviy ishlab chiqarish va logistikani optimallashtirish misolida ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Demak, uchinchi omil bu investitsiya va texnologik yangiliklar, yangi texnologiyalar, patentlar, ilmiy tadqiqotlar, ishlanmalar orqali bozorda yetakchilikni qo'lga kiritish. Misol uchun, Tesla'ning akkumulyator texnologiyalari faoliyatini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. To'rtinchi omil bu brend imiji va sodiqlik. Kuchli brend ijobiy obro'-e'tibor mijozning takroriy xaridini ko'paytiradi yoki oshiradi. Coca-Cola faoliyatini misol qilishimiz mumkin bo'ladi. Raqobat muhitida ustunlikni beruvchi asosiy omillardan biri bu inson kapitali, ya'ni kadrlar salohiyati. Malakali, motivatsiyalangan xodimlar yuqori xizmat sifati va innovatsiyani ta'minlaydi. Misol uchun, IT kompaniyalarida tajribali dasturchilarning bo'lishligi bu kadrlar salohiyatini beradi va raqobat muhitining asosiy ustunliklarini ta'minlab berishga xizmat qiladi. Keyingi omil bu samarali ta'minot zanjiri va logistika. Xomashyo yetkazib berish va mahsulotni mijozga yetkazish tizimining tejamkorligi. Albatta, bu ham asosiy omillardan hisoblanadi. Ya'ni misol qilib, Amazonning tezkor yetkazib berish tarmog'ini misol qilishimiz mumkin bo'ladi. Xo'p, keyingi omil mijozlar bilan aloqalar va xizmat ko'rsatish sifati. Yaxshi servis, mijoz ehtiyojini tushunish va qo'llab-quvvatlash mijozni ushlab qolishga xizmat qiladi. Keyingi omil bu joylashuv va bozorni qamrab olish. Albatta, qulay geografik joylashuv yoki o'ringa ega bo'lish, savdo nuqtalari tarmog'i yoki onlayn platforma orqali keng auditoriyani jalb qilish bu ham raqobat ustunligini ta'minlab beradigan asosiy omillardan hisoblanadi. Keyingi omil bu moliyaviy barqarorlik, sarmoya kiritish, marketing va kengayish imkoniyatini beruvchi kuchli moliyaviy resurslarning mavjudligi. Raqobat ustunligini ta'minlash uchun korxona bir nechta omillarni uyg'unlashtirishi lozim. Misol uchun, yuqori sifat, innovatsiya, kuchli brend birgalikda uzoq muddatli bozor yetakchiligini kafolatlaydi. Biznesda raqobat muhitini tahlil qilish bu bizga nima beradi? Bu bozorni, raqobatchilarni va tashqi omillarni chuqur o'rganib, korxonaning kuchli va zaif tomonlarini aniqlash hamda strategik qarorlar qabul qilish jarayonidir. Quyidagi bosqichlari biznesda raqobat muhitini tashkil qilishning asosiy bosqichlari hisoblanadi. Bular demak, birinchi bosqich ma'lumotlarni to'plash. Bozor hajmi va o'sish sur'ati, talab, taklif, savdo hajmi bo'yicha ma'lumotlarga ega bo'lish. Asosiy o'yinchilar yoki raqobatchilarning soni, ulushi, mahsulot, xizmatlar turlari, ularning profili, ular ehtiyojlari, xaridor ehtiyojlari, xarid qilish odati, to'lov qobiliyati kabi ma'lumotlarga ega bo'lish, demak, raqobat muhitini tahlil qilishning asosiy bosqichlaridan hisoblanadi.
Tahlil usullari mavjud. Aytib o'tganimizdek, bundan oldingi slaydlarimizda ham aytib o'tdik. Demak, bu Porterning 5 kuchi asosiy tahlil usullaridan hisoblanadi va undan tashqari PES tahlili mavjud. Tashqi makro omillarni o'rganuvchi PES tahlili bu political, economic, social, technology kabi omillarni o'rganish evaziga biz texli korxona yoki obyektni PES tahlilini amalga oshirishimiz mumkin bo'ladi. Undan tashqari SWOT tahlil bu korxonaning yoki obyektning kuchli tomonlari, zaif tomonlari, imkoniyatlar va tahdidlar yoki xavf-xatarlarni tahlil qilish evaziga korxona yoki obyektning kuchli tomonlar tahlilini amalga oshiramiz, SWOT tahlilini amalga oshiramiz. Demak, hurmatli talabalar, amaliyot darsimizda SWOT tahlili, PES tahlili va Porterning 5 modeli tahlili ustida misollar bilan ko'rib o'tishga harakat qilamiz. Raqobatchilarni chuqur o'rganish, mahsulot sifati va narx, marketing strategiyasi va brend imiji, distributsiya kanallari, moliyaviy ko'rsatkichlar ham raqobatchilarni chuqur o'rganish imkonini beradi. Xulosalar va strategik qarorlar tahlil natijasida bozorning raqobat darajasi yuqori yoki past ekanligi to'g'risida, raqobat ustunligi omillari, sifat, narx, innovatsiya bo'yicha kirish to'siqlari va imkoniyatlar aniqlanadi. Ushbu ma'lumotlar bo'yicha tavsiya va quyidagi xulosalarga kelishimiz mumkin bo'ladi. Raqobatchilar harakatini muntazam monitoring qilib borish, narx siyosatini bozor talabiga moslashtirish, innovatsion mahsulotlar bilan diferensiyalashni amalga oshirish mumkin bo'ladi. Mijozlar bilan yaqin aloqa va xizmat sifatini oshirishga harakat qilishimiz kerak. Raqobat muhitini tizimli tahlil qilish korxonaga xavflarni erta aniqlash imkonini beradi va bozor ulushini oshirish va barqaror raqobat ustunligini ta'minlash imkoniyatini beradi. Hurmatli talabalar, bugungi mavzu bo'yicha eng asosiy tushunchalar, to'xtalishimiz kerak bo'lgan eng asosiy tushunchalar shulardan iborat edi.